Kafellarda tayyorlanadigan sinnabonlar ustiga hech qachon tuxum surilmaydi. Buni sababini sizga video davomida aytib o'taman. Sinnabonlarni tayyorlash uchun eng asosiy qilinadigan ish bu sifatli dro'ji tanlash. Men Dr. Bakers'da dro'jalardan foydalandim. Apparelni ham oshirib o'tirmasdan hamma masalliqlarni bitta idishga solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qilib olamiz. 1,5 soatda xamiringiz shunaqangi oshib-toshib ketadi. Bu yaxshi dro'ji ishlatganingizning belgisi bo'ladi. Xamirni katta qilib to'rtburchak qilib yoyib olib, ichiga nachinka tayyorlaymiz. Bu uchun sifatli sariyog', shakar va aynan Dr. Bakers'da koritsalardan sovuramiz. Yoyilgan xamirimiz ustiga nachinkalardan surib, uni rulet shaklida o'rab, xamiri tugagan joyini shunaqa chimchilab chiqamiz. Va albatta pichoqda emas, ipda sinnabonlarimizni ko'saklarga bo'lib olamiz. Pichoqda qilsangiz, bulchkangiz ezilib ketib, formasini yo'qotadi. Listga taxlab, ustini yana 10 daqiqaga yopib qo'yib, duxovkaga solishdan oldin ustilariga slivkalardan quyib yuboramiz. Shunda bulchkalaringiz 2-3 kunda ham qotib qolmaydigan bo'lib, ustilari ham, teglari ham yumshoq holatda pishadi va unga slivka o'zgacha maza beradi. Kimdirlar sinnabonni krem bilan yeydi, kimdirlar kremsiz. Agar siz ham kremli sinnabonni yaxshi ko'rsangiz, menga o'xshab Dr. Bakers'da vanillindan solib mazali krem tayyorlab oling. Krem retseptini kommentariyga plus belgisini qoldirsangiz, sizga to'liq holatda tashlab beraman.